uncha yaxshiroq bo'lar. Marhamat, bu bo'yicha ham bizda mutaxassislar bor. Aynan Sirdaryo viloyat soliq boshqarmasi bosh inspektori Ahtam aka, o'zingiz mazkur maqolaga izoh bersangiz, aynan. Albatta, bugungi kunda naqdsiz operatsiyalarni amalga oshirish juda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Chunki globallashuv davrida bugungi kunda rivojlangan barcha mamlakatlarda naqdsiz hisob-kitoblarni ulushi umumiy ulushda katta o'rin tutadi. Shu miqyosdan bizni respublikamizda ham bugungi kunda naqdsiz hisob-kitoblar bo'yicha bir qancha farmon qarorlar qabul qilingan. Shu jumladan mana shu gazetaga chiqarilgan maqolamizga asosan naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezidentimizning farmonlari bo'yicha o'sha bugungi kunda yangiliklar, o'sha soliq qonunchiligidagi, soliq to'lovchilardagi mana shu naqdsiz operatsiyalarni amalga oshirishda fuqarolar tomonidan bilishi lozim bo'lgan masalalar bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tamiz. Mana shu farmonga asosan yalpi ichki mahsulotga nisbatan kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushini 75% ga qisqartirish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida aholi tomonidan to'lovlarni naqd pulsiz ulushini 75% ga yetkazish, bularning hammasi 2030-yilgacha demak mana shunday belgilangan, demak mana shunday maqsadli ko'rsatkichlar belgilab olingan. Shuningdek, iqtisodiyotda rasmiy sektorda band bo'lgan aholini jami iqtisodiy faol aholiga nisbatan ulushini 64% ga yetkazish. Bu oddiy tilda aytadigan bo'lsak, albatta bizning fuqarolarimiz bugungi kunda qandaydir holatlarda o'zini o'sha hayotini o'tkazish, o'z oilasini boqish hamda o'zini ehtiyojlarini qondirish uchun qayerdadir faoliyat ko'rsatyapti. Mana shu faoliyat ko'rsatayotgan norasmiy holatlarni rasmiy holatga o'tkazish masalasida albatta agar yuridik korxonalar bo'yicha yollanib ishlaydigan fuqarolarimiz bo'lsa, albatta bu holatlarda o'z faoliyatini rasmiylashtirgan holda ishlashga to'g'ri keladi. Keyingi bu iqtisodiy ko'rsatkichlar bu iqtisodiy erkinlik indeksi va korrupsiyani idrok qilish indeksida mamlakat o'rnini kamida 30 pog'onaga ko'tarishga erishishdan iborat. Mana shu maqsadli demak vazifalar belgilanganki, mana shu maqsadli vazifalarni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlariga ham bir qancha demak mas'uliyatli vazifalar qo'yilgan. Buni birma-bir sanab o'tadigan bo'lsak, bizga ma'lumki, mana shu 2000 jami mana shu jahon tajribasini oladigan bo'lsak, naqd pulsiz hisob-kitoblarning ulushi 3-5% gacha to'g'ri keladigan bo'lsa, bizning mamlakatimizda 19-12% ni tashkil qilinishi, bu albatta yuqori ko'rsatkich. Boyagi buni kamaytirishimiz kerak bo'lgan vazifalar belgilanyapti. Birinchi navbatda 2024-yil 1-apreldan boshlab demak elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvidan foydalanish uchun to'lovlar faqat bank kartalari hamda demak elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilishi belgilanyapti. Bu albatta nima beradi degan savolga javob beradigan bo'lsak, bizga ma'lumki, o'zimizni ham hayotimizda uchragan mana shu xonadonlarga borib, mana shu gaz, boshqa demak mana shu kommunal to'lovlari bo'yicha shunday holatlar aniqlanganki, o'sha to'langan mablag'lar hisob-kitoblarga kirgizilmagan holatlari yoki soxta hujjatlar berish holatlarini bu oldini olishga juda katta yordam beradi. Ya'ni bank kartalar orqali inson omilisiz to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratyapti. Yana xuddi shunday tizim bu davlat xizmatlaridan foydalanish bo'yicha ham bizlar o'sha 2024-yil 1-apreldan boshlab naqdsiz to'lovlar tizimiga to'liq o'tiladi. Bu albatta qulayligi, biz o'sha uyimizda o'tirgan joyimizdan turib ham demak o'sha davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatimiz bugungi kunda to'liq yaratilgan. Undan tashqari mana alkogol mahsulotlari, yana bir misol aytadigan bo'lsak, alkogol va tamaki mahsulotlar ko'proq o'zimizdan bilamizki,
ko'proq naqd pulga savdo bo'ladi. Mana shu naqd pulga savdo bo'lishi o'sha mahsulotlarni birinchidan o'sha sifatiga to'liq javob berish holatlari bo'yicha ayrim hollarda qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa, mana shunday naqdsiz holatlarda o'sha mahsulotlarni demak sifatli mahsulotlar sotilishi bugungi kunda belgilangan tartibda aksiz markalari asosida sotuvni amalga oshirishda ham demak qo'l keladi. Keyingi yo'nalish bu mana shu naqdsiz muammolarni operatsiyalarni amalga oshirish, yoqilg'i quyish hamda elektr energiya zaryadlash xizmatlarini naqdsiz hisob-kitoblarda amalga oshirish belgilangan. Bu ham albatta o'sha sifatli demak avtomobillarga yoqilg'i quyish demak yoqilg'ilarini sifatli o'sha ishlatishga to'g'ri kelsa, mana o'zlaring hammamiz bilamizki, ayrim holatlarda benzin yaxshi emas ekan yoki boshqa holatlar ekan, buni sotib olganligini tasdiqlovchi hujjat sifatida to'g'ridan to'g'ri demak mana shu elektron tizimlarda naqdsiz amalga oshirilsa, bularni isbotlash holatlari oson bo'ladi. Bundan tashqari ko'chmas mulk obyektlari va uy-joylari hamda ishlab chiqarilganligi 10 yildan oshgan demak avtotransport vositalarini ham sotib olish, sotishda naqdsiz operatsiyalarni qo'llanish tartibi joriy etilyapti. Ya'ni bu yo'nalishda soxta pul banknotlar bilan hisob-kitoblarni qilish yoki pulni olib olmadim degan holatlar ham kuzatilgan holatlari bor. Mana shu salbiy holatlarni ham albatta oldini olasiz. Bularning hammasi pirovard natijada xufona iqtisodiyotni bartaraf qilishga olib keladi. Bu to'g'ridan to'g'ri naqdsiz operatsiyalar bo'lganda albatta o'sha hisobotlarda realizatsiya qilingan mahsulotlar to'liq aks ettiriladi. Ahtim aka, albatta 2026-yil mobaynida soliqchilik tizimida ham qator o'zgarishlar va islohotlar amalga oshirildi. Ko'rsatuvlarimiz davomida bu haqda yana biz so'z yuritishga harakat qilamiz. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Avvalambor studiyamizga tashrifingiz, bildirilgan fikr, mulohazalar uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Kelasi ko'rsatuvlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.